Qalb kaliti. Hayotxon Qurbonova. Qurbonlikka berilgan hayot. Assalomu alaykum aziz zamondoshim. Qalb kalitining 1-5 risolalarini jamlab kitob holiga keltirdik. Samoviy tarbiyakorlarim kirish so'zini Qur'oni Karimning muloqot, qiyomat haqidagi oyati karimlari bilan boshlashni aytishdi. Bizning oyatlarimizni va oxiratdagi muloqot qiyomatni yolg'on degan kimsalarning qilgan amallari behuda ketar. 7. A'rof surasi 147-oyat. Ular bizga keladigan kunda juda ham aniq ko'rinadigan va eshitadigan bo'lib qolurlar. 19. Maryam surasi 38-oyat. Ammo kufr yo'lini tutgan va bizning oyatlarimizni hamda oxirat muloqotini yolg'on degan kimsalar mangu azobga duchor qilinurlar. 30. Rum surasi 16-oyat. Iqtiboslarni yozib bo'lganimdan so'ng muloqotga chorladilar. 3-iyun 2018-yil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muloqot onlari shukuhli. Qiyomatning qoyimligi va Qur'oni Majid oyati karimlari, Injil Sharifning aziz pir Yuhannoga Xudo yuborgan vahiy bashoratlari voqeligiga qasamki, sen to'g'ri yo'lda sobitsan. Biz senga hozir berayotgan noma ulug' ochiq kitob, Lavhul Mahfuzda bayon etilgan. Shaxsiy kechinmalarni qo'shmasdan 2015-yil 12-13 noyabr payshanba juma kunlari voqeligini hamda o'zing guvohi bo'lgan 2015-yil 15 noyabr kuni voqeligini Qalb kalitining 1 va 5 kitoblariga kirit. She'r, quyosh timsoli, dovyuraklik, shiddatkorlik, donolik timsoli sanaladi. Samarqandning Sherdor madrasasida O'zbekistonning 2000 so'mlik pul birligi tasvirlangan. Sher mingan quyosh ayol esa xotinni qiyomat pir vazifasi bilan zaminda tug'ilgan sizlarning vatandoshingiz O'zbekiston farzandi Hayotxon Qurbonovaning qurbonlikka berilgan hayoti mohiyatini anglatadi. Hayot darhaqiqat qiyomatga pirlik vazifasini sharaf bilan ado etdi. Qullarga qullik uning shiori bo'ldi. Ruh haqiqatini anglash, ruhiy kamolat yo'lini ongli ravishda tanlash, ruhning 7 menlik liboslari mazmunini tushunib, to'g'ri yashay olish, hislarni tarbiyalash orqali to'g'ri fikrlash va harakat qilish qoidalarini yaratdi. Bu qoidalar asosida o'zi yashab, qalbida tasdiq etgandan so'nggina o'zgalarga tavsiya qildi. Qalb kaliti 1-5 kitoblari insoniyatni komillik yo'liga boshlovchi, bu yo'lning mashaqqati, zarbalari, sinovlarini ongli yengishga o'rgatuvchi, hissiyotlari sifatiga o'zi javobgar ekanligini anglatuvchi, odamzodning jism, jon, ruh 3 birligi, dasturul amali sizlarga muborak bo'lsin.